Tramp Tayvanni chip ishlab chiqarish bo'yicha raqobatchi deb atab, o'zidan oldingi prezidentlar sabab Tayvan rivojlanib ketganini ham aytdi. Bu gaplarni yaxshi yoki yomon demoqchi emasman. Shunchaki mana shunaqa reallik. Xitoy dunyodagi eng kuchli davlat liderini Pekinga chaqirib, o'zining eng asosiy muammosi Tayvan masalasida juda muhim bayonot berishiga erisha oldi. Nimaning evaziga bilmadim. Buni keyinroq bilib olsak kerak. Tramp Xitoyga borib yurgan bir vaqtda Amerika Kuba atrofida harbiy, siyosiy va razvedkaviy faollikni oshirdi. Hafta davomida Markaziy razvedka boshqarmasi direktori John Radcliffe Gavanaga borib kubalik maxsus xizmat vakillari bilan uchrashuv o'tkazgan. AQSh bosh razvedkachisi kubaliklarga Trampning xabarini yetkazgan. Unga ko'ra, Tramp fundamental o'zgarishlar evaziga iqtisodiy masalalarni muhokama qilishga tayyor ekan. Ma'lumot uchun, yil boshidan buyon AQSh Kubaga nisbatan energetik blokada joriy etgan. Kubaliklar Venesueladan neft olardi. Maduro qo'lga olingach, bu yetkazib berish ham tugadi. Kelib chiqishi kubalik bo'lgan davlat kotibi Marco Rubio ham oxirgi vaqtlarda ota yurti haqida ko'p gapirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Kuba odamlar chiqindidan ovqat olib yeydigan davlatga aylanib qolgan ekan. Ya'ni, Tavarish Rubio Amerika aralashmasa bu davlatda ahvol yomon bo'lib ketadi demoqchi. Qiziq, hozirgi inqiroz qaysi davlat blokadasidan keyin boshlanib ketgan ekan? Janob Rubio, dunyoda ocharchilikdan qiynalayotgan yuzlab davlatlar bor, ayniqsa Afrikada. Yaqin Sharqda ham Falastin degan bir davlat bor. Sizning ittifoqchingiz kulini ko'kka sovurib borgan sari yerlarni egallab olayotgan davlat. Ularga ham e'tibor bersangiz yomon bo'lmasdi. Ukraina va korrupsiya so'zlari juda ko'p yonma-yon tilga olinadi. Azaldan shunaqa bo'lgan. Mamlakat urush holatida ham korrupsiya botqog'idan chiqib keta olmayapti. Ukrainadagi hatto prezidentdan mustaqil ishlaydigan aksal korrupsiya idoralari Zelenskiy ma'muriyatining